Bolalar tuyoqlar ostidan ko'tarilgan changni ko'rib, o'sha tomonga yugurishdi. Ular qonxo'r dushman izidan yiglab, qichqirib chopishardi. Faqat bolagina shunday soddadil bo'ladi. Jallodlardan yashirinish o'rniga ularga yetib olishga shoshiladi. Har nima bo'lsa ham yolg'iz qolishmasa, bu vayronadan, la'nati joydan nari ketishsa bas. Bir-birining qo'lidan ushlab olgan bola va qizcha ketayotganlar orqasidan quvib yetishsa, ularni o'zlari bilan birga olib ketishlarini yolvorib so'rashardi. Bolalar jonjahdi bilan uzoq chopishdi. Lekin baribir yetib olisholmadi. Keyin esa yiqilib qolishdi. Atrofga boqishga, qimirlashga qo'rqishardi. Shu zaylda bir-birining pinjiga kirib, ko'zlari yumilganini bilmay qolishdi. Tun bexatar o'tdi. Hayvon ularga tegmadi, o'rmon maxluqlari ko'tarib ketmadi. Ular uyg'onishganda tong otgandi. Quyosh nur sochib, qushlar sayrardi. Bolalar o'rinlaridan turib yana yo'lga tushdi. Yo'l yura-yura 3-kuni bir tog' tepasida to'xtashdi. Pastga qarashsa, keng, yam-yashil maysazorda katta tantana bo'layotibdi. Bu yerda tikilgan otovlarning, gurullab yonayotgan gulxanlarning, gulxan atrofida o'tirganlarning son-sanogi yo'q. Qizlar hayinchak uchib, polvonlar xuddi burgutday gir aylanib, bir-birini irgitib otishyapti. Dushmanlar o'zlarining galabasini nishonlashardi. Bola bilan qiz yaqin borishni ham, bormaslikni ham bilmay, tog' tepasida turishardi. Lekin go'sht, qovurdoq, non, sarimsoqning yoqimli hidi ufurib turgan gulxan atrofida paydo bo'lib qolishni istashardi. Bolalar chidab turisha olmadi, tog'dan tusha boshlashdi. Tantana egalari ularni toda bo'lib o'rab olishdi. Kimsanlar? Qayoqdan? Biz ochmiz, javob berdi bola bilan qizcha, bizga yeydigan bir nima bersangiz. Ular bolalarning tilidan kim ekanligini darrov payqab qolishdi. Baqirib, chaqirib shovqin solishdi. Tugatilgan dushman oilasining omon qolgan a'zolarini hozir oldirish kerakmi, deb bahsga tushib ketishdi. Ular bahslashib turganda rahmdilgina bir ayol bolalarga jindek pishgan ot go'shti uzatdi. Bolalarni xon huzuriga sudrab borishar ekan, ular qo'llaridagi ovqatni yutoqib yeyaverishdi. Ostonada oybolta ushlab turgan yasovullar ularni xonning baland qizil otoviga olib kelishdi. Butun qarorgoh bo'ylab esa allaqayoqdan paydo bo'lib qolgan qirgiz zotlari haqidagi tashvishli xabar tarqaldi. Bu nimadan darak berishi mumkin? Hamma o'yin va tantanani tark etib, Urtopolon bilan xonning otovi tomon chopib ketdi. Bu payt xon mashhur lashkarboshlari bilan qorday oppoq namat to'rida savlat to'kib o'tirardi. U asal qo'shilgan qimizni simirib, maqtuf qo'shiqlarini sel bo'lib tinglab o'tirardi. Xon odamlar nima uchun to'planishganini bilgach, gazabdan quturib ketdi. Meni bezovta qilishga qanday jur'at etdilaring? Biz axir qirgiz zotini butunlay qirib tashlamagan edikmi? Men senlarni Enasoyning abadiy hukmroni qilib qo'ymadimmi? Namuncha opkalaringni qo'ltiqlab yugurib kelmasanglar, qo'rqoqlar. Qaranglar, oldilaringda kim turibdi? Ey chotir yuzli baymoq kampir, qichqirdi xon. Kampir olomon orasidan ajralib chiqqanda dedi, mana bularni o'rmonga olib borib shunday qilginki, shu bilan qirgiz zoti tugasin, hayolda ham qolmasin, nomi abadiy o'chsin. Chotir baymoq kampir jimgina itoat etib, bola bilan qizning qo'lidan ushladida olib ketdi. Ular o'rmon oralab uzoq yurgach, Enasoy qirg'og'idagi baland jarlikka yetib kelishdi. Chotir baymoq kampir bolalarni shu yerda to'xtatib, ularni jar yoqasiga olib keldi. So'ng ularni jarlikka itarib yuborishdan oldin shunday dedi. O muazzam Enasoy daryosi! Agar 100 yillik qaragayni tashlasa, uni chopday oqizib ketasan. Kel, endi 2 qum zarrasi 2 inson bolasini bagringga olgin. Ularga yer yuzida joy yo'q. Senga men aytib turishim kerakmi, Enasoy? Agar yulduzlar odamga aylanib qolsa bormi, osmon ularga torlik qilib qoladi. Senga men aytib turishim kerakmi, Enasoy? Ol bu bolalarni uloqtirib ket. Qo'y, ular bu manfur dunyoni godaklikda, toza qalb bilan, bolalik hayosi bilan, yovuz niyat va yovuz ishlar qilib o'z nomiga isnod keltirishga ulgurmasdanoq tark etishsin. Toki insonga azob-uqubatni ko'rish va boshqalarning ham gamalamiga sababchi bo'lish nasib etmasin. Ol bularni, ola qol bularni, qudratli Enasoy. Bolalar zor qaqshab, hongrab yiglardi. Tik qirg'oqdan pastga qarash qanchalik dahshatli ekanini ko'rib turgan bolalarning quloqiga kampirning so'zi kirmasdi. Pastda quturgan to'lqinlar sapchiydi. Quchoqlashinglar, bolalar, oxirgi marta xayrlashib olinglar, dedi Chotir baymoq.
Ozi esa ularni jarga irgitish qulay bo'lsin uchun yenglarini shimardi. Keyin shunday dedi: "Endi meni kechiringlar, bolalar. Peshonangizga yozgani shu ekan. Bu ishni hozir oz ixtiyorim bilan qilmayotgan bo'lsam ham, lekin sizlarning baxtingizga." U gapini tugatmagan ham ediki, yonginasidan bir ovoz keldi. "To'xta, dono, oqila kampir. Gunohsiz bolalarni juvonmar qilma." Chotir baymoq kampir qayrilib qaradi-yu hayratda qoldi. Qarshisida garoyib ona bugi turardi. Uning yirik-yirik ko'zlari tanali va gamgin boqardi. U sutdek oq, qorni botaloqning yungidek qongir yung bilan qoplangan. Shoxlari bo'lsa serbutoq, go'yo kuzgi daraxtning bir shoxi. Yelini emizikli ayolning ko'kragidek top-toza va silliq. "Kimsan? Nega odamga o'xshab gapiryapsan?" so'radi chotir baymoq kampir. "Men ona buguman", javob berdi u. "Shuning uchun odamga o'xshab gapirdimki, bo'lmasa sen tushunmaysan, quloq ham solmaysan." "Nima istaysan, ona bugu? Qo'yib yubor bolalarni, donolarning donosi. Sendan iltimos qilaman, ularni menga ber." "Nima qilasan ularni? Odamlar mening 2 egizimni, 2 bugi bolasini oldirishdi. Men o'zimga bola izlab yuribman. Sen bularni boqmoqchimisan?" "Ha, donolarning dono ayoli. Yaxshilab o'ylab ko'rdingmi, ona bugu?" Masxaraomuz kuldi chotir baymoq kampir. "Bular axir odam bolasi-ku. Bular katta bo'lishadi, keyin sening bolalaringni oldirishadi." "Ular katta bo'lishsa, mening bolalarimni oldirishmaydi", javob qildi unga bugular onasi. "Men ularga ona bo'laman, ular esa mening bolalarim. Axir ular o'z aka-ukalarini oldirisharmidi?" Ona bugu, sen odamlarni bilmaysan", bosh tebratdi chotir baymoq kampir. "Ular hayvonlargagina emas, hatto ozozlarga ham rahm-shafqat qilishmaydi. Bu yetimchalarni senga berardim, shunda mening so'zlarim qanchalik rostligiga o'zing guvoh bo'larding, lekin odamlar baribir qo'lingdan tortib olib, bu bolalarni oldirishadi. Buncha gamning senga nima keragi bor? Men ularni uzoq o'lkalarga olib ketaman, u yerdan bolalarni hech kim qidirib topolmaydi. Bolalarga rahm qil, donolarning donosi, ozod qil ularni. Men ularga sadoqatli ona bo'layin. Yelinlarim tolib turibdi, sutim bolalarni orziqib kutyapti. U bolalarga intizor." "Ha, mayli, unday bo'ladigan bo'lsa", dedi oxiri chotir baymoq kampir o'ylab turib, "bularni tezroq olib joni. Yetimlarni o'zingning uzoq yurtingga olib ket. Agar ular uzoq yo'l yurib toliqib halok bo'lsa yoki duch kelgan qaroqchilar oldirib ketsa, yoki bu odam bolalari sening yaxshiligingga yomonlik bilan javob qaytarishsa, o'zingdan ko'r." Ona bugi chotir baymoq kampirga minnatdorchilik bildirdi. Bola bilan qizga esa: "Endi men sizlarning onalaringman, sizlar esa mening bolalarimsiz", dedi. "Sizlarni issiqko'lga olib uzoq yurtga, qorli tog' va daraxtzorlar qo'ynida joylashgan iliq dengiz ketaman." Bola va qizcha shodlanib, shoxdor ona bugi ortidan chopqillab ketishdi. Lekin asta-sekin charchab, holdan toyishdi. Yo'l esa olis dunyoning bu chetidan u chetiga cho'zilgan. Ona bugi bolalarni o'z suti bilan boqib, kechalari bagriga bosib isitmaganda ular hech qayerga yetisholmasdi. Ular uzoq yurishdi. Ona yurt bo'lmish Enasoy tobora ortga chekinib borar, lekin yangi vatan bo'lmish issiqko'lga hali juda uzoq edi. Yo'l yurishdi, yo'l yurishsa ham mol yurishdi. Yozu qish, ko'klamu kuz, yana yozu qish, yana bahoru yana yoz va kuz qalin o'rmonlardan, jazirama chollardan, ko'chma qumli sahrolardan, baland to'klardan va hayqirib oqqan daryolardan ne mashaqqatlar bilan o'tishdi. Ularning izidan borilar galasi quvdi. Shoxdor ona bugi esa bolalarni ustiga mindirib yovuz yirtqichlardan qutqarib ketdi. Ularning izidan tushgan otliq ovchilar oq uzib, bugi odam bolasini o'girlab ketyapti. "Ushla! Tut!" deya qichqiriqlar va ketma-ket o'qlar uzishardi. Shoxdor ona bugi bolalarni opichib, gizillab uchayotgan oqlarga, chaqirilmagan qutqaruvchilarga qaramay yelib borardi. Oxiri shoxdor ona bugi o'z bolalarni issiqko'lga yetkazib keldi. Chor atrof qorli tog'lar bilan qoplangan, tog'lar o'rtasida kamko'k o'rmon, ko'z ilgagan hamma joyda dengiz chayqalib shovullab turardi. Kamko'k suv yuzida oppoq to'lqinlar yugurar, shamol ularni uzoqlardan haydab kelib, yana yiroqlarga haydab ketardi. "Mana shu yangi vataningiz bo'ladi", dedi shoxdor ona bugi. "Mana shu yerda yashaysizlar, yer haydaysizlar, baliq tutasizlar, mol-u hol qilasizlar. 1000 yillar tinch totuv yashanglar.
Ha, sizlarning avlodingiz yashaydi, ko'payadi. Sizlar keltirgan tilni avlodlar unutishmaydi. Ularga oz ona tillarida sozlash va kuylash yoqimli bo'ladi. Insonlar qanday yashashi lozim bo'lsa, shunday yashanglar. Ona buguning bolalarga qarata aytganlariga munosabat bildiring. Qanday yashash odamda yashash bo'ladi. Mana shunday qilib, bola va qizcha mangu jannat makon issiqqolda o'zlariga yangi makon topdilar. Vaqt tez o'tib boraverdi. Bola baquvvat yigit bo'ldi, qiz boyga yetdi. Shunda ular er-xotin bo'ldilar. Shohdor ona bugu esa issiqqolni tark etmasdan yaqin o'rtadagi o'rmonda yashay boshladi. Bir kuni tong mahali issiqqol qoqqisdan notinchlanib, shovullay boshladi. Qizni tolgoq tutib azoblanmoqda edi. Er esa chochib ketdi. Qoya ustiga chopib chiqdi-da, ovozining boricha chaqira boshladi. Qaydasan, Shohdor ona bugu? Issiqqol qanday shovqin solyapti, eshityapsanmi? Qizing tugayapti, tezroq kel, Shohdor ona bugu, bizga yordam ber. Shohdor ona bugu yetib keldi. U shoxlarida beshik keltirdi. Beshik oppoq qayindan yasalgan bo'lib, bandida kumush qo'ngiroqcha jaranglab turardi. Shohdor ona bugu yetib keldi. Shu payt qizning ham ko'zi yoridi. Bu beshik sizlarning tongichlaringiz uchun, dedi Shohdor ona bugu. Hali ko'p farzand ko'rasizlar. 7 o'g'il, 7 qiz. Ota-ona xursand bo'lishdi. Tongich farzandlarni Shohdor ona bugu sharafiga Buguboy deb atashdi. Buguboy osib ulgaydi. Qipchoqlar avlodidan bo'lgan go'zal qizga uylandi. Shu bilan uning avlodi ko'paya boshladi. Buguboy avlodlari issiqqolda ko'p va qudratli bo'lib qoldi. Bu avlod Shohdor ona buguni muqaddas deb bilishardi. Buguboy avlodlarining otovida eshik tepasiga bugu shoxi osib qo'yilar. Bu esa uzoq-uzoqlardan ham Otovning Buguboylar avlodiga mansub ekanligidan darak berib turardi. Bosqinchi dushmanlarni daf etganda yoki poyga musobaqalarda Buguboy avlodlarini Bugu degan birgina laqabning o'zidan ham anglab olishar, ular esa har doim g'olib chiqishardi. O'sha kezlar issiqqol o'rmonlarida oppoq shohdor bugular bo'lardi. Go'zalligiga hatto ko'kdagi yulduzlarning ham rashki kelardi. Ular Shohdor ona buguning bolalari edi. Ularga hech kim tegmasdi, hech kim hurkitmasdi. Buguboy avlodlari buguga duch kelgan joyda otdan tushib, unga yo'l berishardi. Oshiqlar suygan qizlarni suluvlikda go'zal oq buguga qiyos qilishardi. Buguboy avlodining oshib-toshib ketgan mashhur bir boyi olgunga qadar shu odat saqlanib qoldi. Uning ming-minglab qo'ylari bo'lib, mollariga qaraydigan qancha-qancha choponlar ham izmida edi. Ogillari unga katta maraka qilishdi. Ular bu marakaga yer yuzining hamma mashhur kishilarini chaqirishdi. Mehmonlar uchun issiqqol qirg'oqiga 1100 ta otif tikdilar. Qancha mol soyildi, qancha qimiz ichildi, qancha noz-ne'matlar berildi, sanogiga yetib bo'lmasdi. Boyning ogillari gerdayib yurishardi. Axir otadan bitmas tuganmas meros qolganligini, farzandlar otani hurmatlab, uning xotirasini qanday e'zozlashlarini odamlar ko'rib qo'yishsindi. Dovruq solgan maraka ko'p kunlik bayramday o'tdi. Boyning maqtanchoq ogillari boshqalarni lol qoldirishni, shuhratlari olamga yoyilishini orzu qilishdi. Yana buning ustiga mangu uyquga ketgan shavkatli otalari Shohdor ona bugu avlodidan ekanligini hamma bilishi uchun qabriga bugu shoxini o'rnatishni o'ylab topishdi. Aytilgan so'z otilgan o'q. Ovchilarni yollashdi. Ovchilar bugu otib, shoxini tanasidan ajratishdi. Bugu shoxlarning tepaga taranib turishi ko'kda parvoz qilayotgan burgutning qanotlariga o'xshardi. Bugu shoxlari ogillarga yoqib tushdi. Ularning har biri 18 butoqqa bo'lingan, demak 18 yoshda ekan. Ular shoxni qabr ustiga o'rnatish uchun ustalarga farmon berishdi. Hamma balo shundan boshlandi. Shohdor ona bugu avlodlarining boshiga katta baxtsizlik tushdi. Deyarli har bir kishi o'rmonlarda oq bugularni ovlashga tushib ketdi. Buguboy avloddan bo'lgan har bir kishi o'z ajdodlari qabriga bugu shoxi o'rnatishni burch deb bilar edi. Bu ish endi marhumlar xotirasiga bo'lgan muqaddas vazifa, alohida hurmatga aylandi. Kimki bugu shoxlarni topolmas ekan, endi uni odam o'rnida sanamay,